Nisbiy nazariyasi va kvant fizikasi mavzusidan birinchi masalamiz ikkita foton qarama-qarshi yo'nalishda, biri suvda, ikkinchisi ichida harakatlanyapti. Ularning nisbiy tezligini toping. Xo'sh, muhitlarni joy-joyiga qo'yib olsak, birinchisi suv bo'lsin, ikkinchisi shisha bo'lsin. Ikkala foton qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilyapti. Demak, boshqa muhitga o'tganda yorug'lik tezligi o'zgaradi. Demak, birinchi muhitdagisi s taqsim n1, ikkinchi muhitdagi tezligimiz s taqsim n2. S suvda nur kirishning qiymati 4 taqsim 3, demak buni qiymati 3s taqsim 4. Ikkinchi holatda bo'lsa, shishaniki 1,5, demak bu 3 taqsim 2 bo'lsa, 2 tepaga chiqib 2s taqsim 3 bo'ladi. Qarama-qarshi yo'nalishda nisbiy tezlik qo'shiladi. Demak, v1imiz 3s taqsim 4, ikkinchisi esa 2s taqsim 3. 4 bilan 3 umum mahraj 12, demak bunga 3, bunga 4. Demak bu 9s plyusdan 8s, natijaviysi 17s taqsim 12. Demak javobimiz bizda A javob. Harakatdagi jismning massasi m teng 5 taqsim 3 m0 ga teng. Jism tashlanmasi jismning tezligini toping deb. Demak, massa o'zgarish formulasi qanday? M teng m0 taqsim 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat. Demak, bizda aytilgan narsa harakatdagi massasi 5 ta m0 taqsim 3. Demak, 5 ta m0 taqsim 3 teng m0 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat. Demak, m0 lar qisqarib ketsa, ana koeffitsiyentimizni chap tomonga 5 taqsim 3 bu tomonga o'tkazsak, demak koeffitsiyent 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat bo'ladi. Bu tomonda bo'lsa 3 taqsim 5. Ikkala tomondan darajaga ko'tarib olsak, 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat teng 9 taqsim 25. Endi mana bu qiymat bu tomonga 9 taqsim 25 chap tomonga o'tsa, 1 ayrilgan 9 taqsim 25 teng bo'ladi v kvadrat taqsim s kvadratga. Ayirmasi 16 taqsim 25 teng bo'ladi v kvadrat taqsim s kvadrat. Darajalarni ildiz qilib o'tkazib yuborsak, 4 taqsim 5 teng v taqsim s. Bu yerdan v ni qiymati o'zidan 0,8 kelib chiqadi. Mana bu javob D javob. Uchinchi masala. Fotoeffektning qizil chegarasi NU bo'lgan metall sirtiga 5 NU uchastali, qizil chegarasi 2U bo'lgan metall sirtiga esa 4 NU uchastali fotolar tushmoqda. Uchib chiqqan elektronni maksimum kinetik energiyasi qanday? Biz hal qiladigan narsa Eynshteynning fotoeffekt uchun tenglamasidan foydalanamiz. Ya'ni E foton teng A chiqish plyusdan E kinetik. Demak, fotonimiz hnu, A chiqishimiz bo'lsa hnu qizillik chegarasi plyusdan E kinetik. Birinchisi uchun foydalansak 5 neu uchastali tushyapti. Demak bu 5 ta hnu bo'lib qoladi. Qizil chegarasi neu ekan. Demak buniki hnu A chiqishimiz plyusdan E1 kinetik. Ikkinchisi uchun bo'lsa 4 neu tushyapti. Demak 4 hnu teng bo'ladi 2 hnu plyusdan E2 kinetik. Bu yerdan E1 da topsak, hnu bu tomonga o'tsa 4 ta hnu, E2 bo'lsa 2 ta hnu tomonga o'tsa 2 ta hnu. E1 taqsim E2
teng bo'ladi 2 ga. Demak, B javob.